Ushbu videoda elektr uzatish ustuni ko'lga qulaganini ko'rish mumkin. Bu esa suvda yuqori kuchlanishni paydo qilib, barcha baliqlarning yuzaga qalqib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday halokatlarda suv elektr tokini juda yaxshi o'tkazgani uchun 50 metr radiusdagi barcha tirik mavjudotlar juda kuchli tok zarbasini qabul qiladi. Elektr qarmoq bilan ovlaydigan brakkonierlar ham aynan shu usuldan foydalanishadi. Eng hayratlanarlisi shundaki, ayrim baliqlar o'zidan elektr energiyasi ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Internetda bir guruh baliqchilar aynan shunday turdagi baliqni ushlab olgani ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Baliqchilardan biri uni ushlab ko'rmoqchi bo'lganida uni darhol tok urdi, lekin omadi bor ekan. Zaryad kuchsiz bo'lganligi uchun u shunchaki yengil qo'rquv bilan qutulib qoldi. Eng xavfli elektr energiyasi albatta chaqmoqda yashiringan. Masalan, ushbu kadrda chaqmoq to'g'ridan-to'g'ri suvga urilib, kichik tsunamini keltirib chiqarganini ko'rishingiz mumkin. Daraxtlarni esa u shunchaki ikkiga bo'lib yuboradi. Shuning uchun chaqmoq chaqayotgan vaqtda hech qachon daraxtning tagiga berkinmang. Lekin eng ko'p ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan hodisa bu shar shaklidagi chaqmoqdir. Gap shundaki, bunday chaqmoqlar hatto xonadonga ham kirib kelishi mumkin. Shuning uchun eshik derazani yaxshilab berkitib, video reels tomosha qilishda davom eting. Aytgancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Siz hayotdan nolib yurgan paytingizda Indoneziyadagi oddiy qishloq yigitlari to'g'ridan-to'g'ri yer ostidan pul tortib olishmoqda. Ular yog'och o'rindiqlarida o'tirgan holda yer qa'ridan uzun quvurlarni tortib chiqarishadi va undan g'alati bir suyuqlik oqib tushadi. Aslida bu oddiy hovlida qazib olinayotgan xom neft. Gap shundaki, Indoneziyaning ba'zi hududlarida neft qatlamlari yer yuzasiga juda yaqin joylashgan. Bu esa mahalliy aholiga eng oddiy va eng qadimiy usulda neft qazib olish imkonini beradi. Avvaliga ular zarbli burg'ulash quroli bilan kichik quduq kavlashadi. Quduq tayyor bo'lgach, ichiga valv yoki klapan o'rnatilgan uzun chelak yuboriladi. Maqsad esa juda oddiy: bir martada imkon qadar ko'proq neftni tortib olish. Xo'sh, nega bu neft qora emas, loyqa suvga o'xshaydi? Bu yengil xom neft bo'lib, tarkibida aralashmalar kamligi sababli rangi ochroq bo'ladi. Kamchiligi ham aslida shunda, uni qayta ishlamasdan turib foydalanib bo'lmaydi. Shu sababli yigitlar neftni bochkalarga quyib, qayta ishlovchi zavodlarga sotishadi. Tasavvur qiling, agar sizning avtomobilingizni minglab asalarilar egallab olgan bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? Xo'sh, ular o'zi nega bunday qilishadi? Bu asosan ikki xil holatda ro'y berishi mumkin. Birinchisi, mashinangizning biror joyida ona asalari yoki qirolicha qolib ketgan va butun to'da uni ortidan kelgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa, siz mashinangizni uzoq vaqt davomida foydalanmagansiz. Albatta, ikkinchi taxminning O'zbekistonda ro'y berishi ehtimoli juda past. Lekin darhol asalarilarga qarshi olov ishlatishga shoshilmang. Asalarilar odatda yetarlicha bosiq va tinchliksevar bo'lishadi. Ularning hamkasblari bo'lmish Osiyo qovog'arlari esa bunday emas. Ular sayyoramizdagi eng tajovuzkor hasharotlar hisoblanadi. Qovog'arlar har qanday hasharotlarni, asalari to'dalarini va butun boshli umurtqalilarni yo'q qilib tashlay oladi. Agar ular uyingiz atrofida in qurgan bo'lsa, ana o'shanda olov sepkich haqida o'ylasangiz bo'ladi. Bularga qarshi eng yaxshi usul bu razvedkachi qovog'arini go'sht bilan jalb qilishdir. U oziqlanayotgan vaqtda kichkina oq mato bo'lagi bog'lab qo'yiladi va shu orqali ularning uyasini topish mumkin. In topilgach esa darhol maxsus brigadani chaqirish kerak. Yaxshisi, teginmaganingiz ma'qul. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va videoni qovog'arda talangan do'stingizga jo'natib qo'ying. Hayotingiz davomida xuddi shunaqa asal yeyotgan odamni ko'rganmisiz? O'zi soxta asal bilan haqiqiy asalni qanday farqlash mumkin? Hech qachon mumli asalni, agar uni sirini bilmasangiz, shoshilib yemang. Ko'pchilik asal bu shunchaki marketing nayrangi. Agar iste'mol qilayotgan paytingizda mumlaridan asal oqib turgan bo'lsa, tabriklayman, siz soxta asal yeyapsiz. Ko'p hollarda bu shunchaki shirin sirop bo'ladi. Tabiatda haqiqiy mumlar quruq ko'rinadi. Asalarilar asal tayyor bo'lgach, uni yupqa mum qopqoqchasi bilan yopib qo'yadi. Bu xuddi tabiat muhridek gap. Shuning uchun asalarichilar avval o'sha mum qopqoqchalarini kesib tashlab, keyin maxsus qurilmada asalni siqib chiqarishadi. Demak, oxirgi xulosamiz, agar mumlari oqib yotgan bo'lsa, bu marketing hiylasi. Asal sotib olishda doim ehtiyot bo'ling. Asal ko'plab kasalliklarga davo, ayniqsa shamollashga. Ovozimdagi kamchiliklar uchun sizlardan uzr so'rayman. Iltimos, videoga like bosing, sahifamizga obuna bo'ling va videoni asalni yaxshi ko'radigan do'stingizga jo'natib qo'ying.